لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن فرقانا ومبينا وتبيانا كل شيء وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستعيذ بالله. بسم الله. قال الله تعالى في قرآن العزيز: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an okumakçı bolsan Allah subhanahu ve taala bilen Allah'ın rahmetin qoğlangan, Allah'ın rahmetin yirak kılıngan şeytanın her türlük vesveselerinden Allah subhanahu ve taala bilen sığınıp panah sorğun dedi. Nehl Suresi'nin 98. ayetinde. Yani her kandak bir insan ve Müslüman Kur'an okumakçı bolsa evvelen "Euzu billahi mineşşeytanirracim" dep Allah subhanahu ve taala'dan panah sorap okuşu lazım. Ulemalar "Euzu billahi mineşşeytanirracim'nin Kur'an-ı Kerim'den emes ikenligiga birlik geldi. Lekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okugan her kandak vaxtida "Euzu billahi mineşşeytanirracim'ni okuttu. Şunun üçün "Euzu billahi mineşşeytanirracim'ni Kur'an-ı Kerim okumakçı boğan adam ve namaz okumakçı boğan adam mı namazda Kur'an-ı Kerim okumakçı boğan iken "Euzu billahi mineşşeytanirracim'ni onundankin Bismillahirrahmanirrahim'ni okuşu lazım." Ebu Hanife rahimahullah aleyhinin mezhebinde "Euzu billahi mineşşeytanirracim'ni ve Bismillahirrahmanirrahim'ni mehbi okuşu lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den "Euzu billahi mineşşeytanirracim'ni okuganlık doğruluk hadisler rivayet kılıngan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem panah soralgan işlarının katarıdın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme inni e'uzu bike minel kesli." Ey Allah, horulluktan panah sorayman. Ve su'ul qada, yaman kazadın panah sorayman. Ve derki şaka, yaman baxsizlikten panah sorayman. Ve şematetil a'da, düşmanlarının ki xanı veyran kılışıdın, düşmanlarının eskilik kılışıdın panah sorayman. Ve cehdil bela, çıdıgılı bolmaydıgan yaman cepa muşakkattin panah sorayman. Acizlikten panah sorayman. Kıyrılıktan panah sorayman. Vel ma'thami, cinayet günahdan panah sorayman. Vel mağrami, qarizdin panah sorayman. Ve şerri ma halakallah, Allah yaratkan her kandak narsının yamallıqıdın panah sorayman. Ve qarizdin eşiverişidin panah sorayman. Ve galabetir rical, erlerinin galip kilişidin panah sorayman. Ve şerril gana, baylıqның yamallıqıdın panah sorayman. Namratlıqdın panah sorayman. Vel qillati, her kandak bir işta az bup qilishtin, az kep qilishtin, düşmanlar aldıda az ve küçümüz aciz bup qilishtin panah sorayman. Ve zillati, xarlıqdın panah sorayman. Ve zevalin ni'meti, meyli dini, meyli maddi boğan nimet bolsun,
her qandaq bir Allah bergen nimetning yo'qolib ketishidan Allah bilan sig'inib panoh so'rayman va tahvilil afiya salomatchilik afiyatchilikning yomonlikka o'zgarib qilishidan baxtsizlikka o'zgarib qilishidan Allah subhanahu va taolo bilan sig'inib panoh so'rayman va fujaatun naqmati intiqom azobning tuyuqsiz kelib qilishdan Allah subhanahu va taolo bilan sig'inib panoh so'rayman. Allah subhanahu va taoloning barliq g'azabi, barliq achchig'i va Allah subhanahu va taoloning intiqomining kelishidan panoh so'rayman. Allah subhanahu va taologa qarshi maydonda bo'lib qilishdan panoh so'rayman. Nifoqlikdan panoh so'rayman va su'ul axloq, axloqning yomonligidan panoh so'rayman. Ajliqdan panoh so'rayman. Xiyonatdan panoh so'rayman. Va ilmin la yanfa, foyda bermaydigan ilmdan Allah subhanahu va taologa sig'inib panoh so'rayman va qalbin la yaxsha, Allah subhanahu va taolodan ayminmaydigan, Allah subhanahu va taolodan qo'rqmaydigan yurak, qo'rqmaydigan qalbdan Allah subhanahu va taologa sig'inib panoh so'rayman. Va nafsin la tashba, to'ymaydigan, qanoat qilmaydigan mal dunyo shahvatga berilib ketgan hirisman nafsidan Allah subhanahu va taologa sig'inib panoh so'rayman va duoin la yusma, ijobat qilinmaydigan duodan Allah subhanahu va taologa sig'inib panoh so'rayman va yomon so'zlarni anglaydigan quloqning yomon bo'lib qolishidan va yomon narsalarni ko'zimning ko'rib qolishidan, tilimning yomon so'zlarni so'zlab qolishidan, yurakimning yomonliklarga ko'nib qilish va yomon fikrlarni va yomon niyatlarni qilib qilishdan Allah subhanahu va taolo bilan sig'inib, Allah subhanahu va taologa sig'inib Allah subhanahu va taolodan yordam so'rayman va Allah subhanahu va taolo bilan panohlik so'rayman. Yomon orzulardan va halokatdan, vayronchilikdan, suvga g'arq bo'lib ketishdan va suv ofati va suv g'arq bo'lib ketishdan va o't ofati, o't ofati bo'lib ko'p her türlük o't afatlarida halak bo'lishdan va shaytonlarningki izitqi ozdurishidin Allah subhanahu va taolo yo'lidagi shahidlik martabasiga yetadigan shahidlik o'limida keynimni qichib yuz o'rib o'lishdan va yılancha qilib o'lishdan, avloq kasaldan, maydun ya'ni jin yamashgan saranlık keselidan, avloq kasaldan, cüzam keseldin ve her qandaq saqaymas yaman keseldin, yaman ahlaqdin, ko'ngil xohishlardan va barliq her qandaq ko'ngil xohish qilgan amallardan Allah subhanahu va taologa sig'inib panoh so'rayman. Allah subhanahu va taoloning panohlik berishini, Allah subhanahu va taoloning mana yuqorqi barliq yaman ishlardan Allah subhanahu va taolo o'zi panohlik berishini Allohga sig'inib panoh so'rayman. Allah subhanahu va taolo bilan uyning yomonligidan, ularning yomonligidan, qo'lin qo'shnilarning va qo'lin qo'shnidoshilikning yomon bo'lishidan, Allah rozi bo'lmaydigan amallarni qilib qilishimdan, yomon hamrolardan va oxirgi xafiliqi balo musibatga apirib qo'ydigan har qandaq bir safardan Allah subhanahu va taolo bilan panoh so'rayman deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana shundaq nurg'un ishlar bilan Allah subhanahu va taologa sig'inib panoh so'rgan. Yine payg'ambar sallallohu alayhi vasallam doim Allah subhanahu va taolo bilan oxirgi Qur'oni Karimning oxirida keladigan ikki surani o'qish orqali panoh so'raydi. Astagfirullah. Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq va min sharri ghasiqin iza waqab ve min şerrin neffathati fil uqad ve min şerri hasidin iza hasad. Sure Falak 1. ayettin 5. ayetgacha. Digin ey Muhammed aleyhissalatu vesselam panoh so'rayman har qandaq yerilib chiqqan narsaning parvardigori Allah bilan. Endi bir ma'nosi yo'rg'an tongning parvardigori Allah subhanahu va taolo bilan panoh so'rayman. Allah yaratgan narsaning yomonligidan ve
Qarang'ulik bilan yapgan kishining yomonligidan va chigundiklarga supsigichi har xil sehrgarlarning yomonligidan. Yana bir ma'nosi insonlarning qalbiga yomonlikni vasvasa qilguvchi moilat, mumilat, o'zimi kishilarga moil bo'lib ketadigan, boshqalarni o'ziga moil qiladigan shahvaniyatchi, ozdurg'uchi ayollarning yomonligidan va hasad qilguvchi har qandaq bir kishining yomonligidan u hasad qilgan vaqtida deb yuqorqi mushu barliq panoh tilangan mush oyatdagi panoh tilangan mushu panohlanishlar bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh taoladan panoh so'ragan mushu qul a'udhu bi robbil falaqni o'qish orqali yana qul a'udhu bi robbin nas malikin nas ilahin nas min sharril vasvasil khannas allazi yuvasvisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas deb Nas surəsinin 1-ci ayetidən 6-cı ayetgacha Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem panoh so'ragan. Deyən ki, digin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mən xaloyiqning parvardigori, yaratquchisi, tarbiyalaguvchisi Allah bilan panoh so'rayman. Xaloyiqning podshosi Allah bilan panoh so'rayman. Xaloyiqning ilohi, xaloyiqning haqiqiy cho'qirung'uchi ilohi bilan panoh so'rayman. Allah aslangan vaqtida keyniga chekinib qochib ketguchi shaytonning vasisining yomonligidan ki o shayton xaloyiqning ko'ngillariga vasisa qiladi. Jin va insonlardan iborat bo'lgan shayton o deb surasining 1-oyatidan 6-oyatigacha Allah subhanahu va taolo bilan sig'inishdan iborat bo'lgan mushu Nas surasida Allah subhanahu va taolo Peygamber aleyhisselam uçurgan musurunu Peygamber aleyhisselam okuydu. Demek bu ikki oyatda har qandaq bir mu'minni tavhid aqidasiga yetaklashba. Bu yerda eng muhim masala faqat har qandaq bir musulmon birinchi qilib mushu ikki surani yuqorqi panohlanguchi har bir panohlanadigan yomon ishlardan panohlanishni faqat og'izda o'qib qo'yishdan emas, avvalan shu panohlangan narsalarning yomonligidan saqlanadigan Allohning tarbiyalash ishida, Allohning programmasi ishida, Allohning himoyasi ishida bo'lish. Va shundaqla shu yuqorqi duolarni Allohga ishonganlikdan qilish va bu oyatlarni bu ikki surani Allohga ishonib turib qilish. Ya'ni butkul yo'rg'an har bir ichilgan narsalarni Allah yaratgan. Undaq bo'lgan ekan, mushu har bir harakat qilayotgan, midilayotgan narsaning yomonligidan Allah bilan panoh so'rayman. Va shundaqla Allah meni sen paloni ishni qil desa, shu ishni qilib turib Allah menga buyurgan shaytondan saqlanadigan doir ishi turib, men shaytonning yomonligidan Allah bilan saqlanaman va Allah buyurgan ishlar bilan saqlanaman deb e'tiqod qilishni va shundaqla har qandaq bir yer sharida yashayotgan har bir mu'min faqat podshohlik Allohning, har bir narsa Allohning mulkiyligini, mayli har qandaq oddiy sharoitda faqat podshohlikni Allah xos qilishimizning lozimligini, inson va jinning shaytonlarininki insonlarni iziqtirish uchun o'zini insonlarga iloh qilish yoki insonlarni har turli o'ydirib chiqargan yolg'on ilohlar bilan shaytoni ozdirishlarga har turli Alloh taolo buyurgan ishlardan chiqaradigan to'sqan ishlarni qilishadigan ana shundaq yomonlik, ana shundaq iziqtirishlardan yiroq turib Allah buyurgan, Allah yo'l qo'ygan programmalar ishida Allah'ın haqiqiy meni tarbiyalab, yetishtirguchi, hidoyat qilib boshlig'uchi, uning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam meni to'g'rilikka boshlig'uchi deb Allah ko'rsatgan hidoyat yo'lida Allah bilan panoh so'rab, Allah buyurgan ishlarni qilish bilan birga, Allah to'sqan ishlarni yenish bilan birga Allohga sig'inishga bu oyat, bu yuqorqi duolar bizni buyurdi qilishimiz. Ammo o'zimizda Allohdan har turli yomonliklardan panoh so'rab, amma amaliyatimizda shu panoh so'ragan yomonliklarning o'zida bilib bo'lish bilan biz bu Alloh qilgan duoyimiz bilan bizning qilgan amaliyatimiz uyg'un kelmasa, o vaqtda biz
Allah Subhanahu ve Taala'nı ve özümüzni Allah Subhanahu ve Taala alıda aldımakçı bolgan bulumuz, fakat o vaqtda özümüzni aldaymiz. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bimu'minin yuhadi'un Allah vellezine amenu ve ma yahda'un illa anfusahum ve ma yeş'urun. İnsanlar halayıkla aşidin bir adamlar var. Allah'a ve ahiret günüge işendik deydi. Ola hakiki müminler emas. Ola Allah Teala'nı ve Allah'a işengen müminlerini aldımakçı buldu. Fakat ola özünü aldaydı. Yani ağzıda Allah'a sığınış, Allah'a işiniş, Allah Subhanahu ve Teala'nın himayesi buluşunu ağzı davran kılıdı. Lakin emriyette kalbi bilen Allah'a sığınmaydı. Hem Allah buyurgan imanның talablarini Resulullah Aleyhisselam'ın aynı vaktiki sahabeleri Bilal, Ammar ibn Yasir, Ebu Bekir Siddiq, Ömer ibn Hattab, Ali radıyallahu anh, Osman ibn Affan radıyallahu anh'lardaki, Ayşe Siddiq, Hadice radıyallahu anh anılımızdaki Allah Teala üçün hakiki sadık bulup imani hissetlerini vücutlu keltirgulunumay Allah Subhanahu ve Teala'ga ıgızı da iman etkallıkını dava kılıdı. Lakin emriyette Allah Subhanahu ve Teala'ga hakiki çin kalbinin sadık bulmaydıgan mana muşundak Allah ne aldımakçı bulduğan ve Allah'a işengen müminlerini aldımakçı bulduğan mana muşundak kazzaplığa dep Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü ise ularını ayıplaydık kardeşlerimiz. Şunun için muş ıgızımız arkalık biz Allah'a sığınıdığanlığımızı, Allah'ın himayesi ötüdüğanlığımızı vaadi kılgan, Allah'a dua kılıp tilgen bolsak, yer şarı aldığımız bir haliti bolsa, bütün yer şarıdaki her kandak zalim kafir reisliğe, ya ki zalim kafir devletliğe, ya ki her kandak bir özütküçü, azdırgıçı şeytanlarga, yalgan ilahlarga ve cin şeyatullarga özüne bağışlap, ularının himayesi ötmekçi bolgan ve ötken barlık insanlar işidin biz özümüzni Allah Teala'nın himayesi assak, Allah'ın parahlışı da İkenlikimizi daim itikat kılsak ve Allah bizne panahlık bergen İslam prensipleri bilen hak, adalet yolunda müstehkem tursak ve bizne şeytanın ızdıkladığını saklap kırdığan her kandak yakşı emel ve ibadetler bilen namaz, roza, tesbih, zikri, mesela Subhanallah ve bihamdihi diyen iki cümle söz hakiki asman ve zemindeki varlık kudret ilahini Allah Teala'ga mensup kılıp Allah'ın her kandak şirk noksanından paklap durup dünyadaki her kandak Allah'tan bile kişiler onu yoğun bilip ağan, maktı ağan her kandak maktaştın mürezzeh pak bulup Allah'ın hakiki uluglap Allah'ın hakiki padişah edip Allah Teala'ga hakiki Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim deyip muş sözünü ağzımızdan çıkarsak Allah Subhanahu ve Teala'nın mizanı Allah'ın cin terazinin taşkısıdır. Demek bana müşündak Allah Subhanahu ve Teala'nı kattıraydığan Allah Subhanahu ve Teala'nı ulaşka yardımcı bulduğan Allah özümüzdeki barlıkını panik kılıp barlıkını kurban kılalaydıgan her kandak bir Allah Subhanahu ve Teala'ga sığınganlığımızı bildirdiğin barlık, yaxşı ibadet, zikri ve yaxşı ameller ve Kur'an hadisке uygun bolgan yaxşı tefekkür ve davet, terbiye, Kur'an talavet kılış, davet kılış ve yaxşı amellerini kılış ve şundaqla Allah Teala yol koygan Kur'an hadisке uygun bolgan cihatlarını kılışını ibaret bolgan yaxşı bolgan emri ibadet işi bolsak ana aşu Allah Subhanahu ve Teala'nın panahlık işi bolgan bolumuz. Eğer o Allah üçün özümüzü bağışlaş dairesini çıkıp gidip durup ağzımızda yukarıki dualarını koyup emniyette şeytanın yamanlıkıdır ben saklanmadım desek o vakitte biz hakiki ağzımızdan çıkan Allah'a panah tilep dua kılgan şu duayımızga ve özümüzün sadık imanıga uygun emel kılgan bolmaymiz. Şuna kıyırındaşlarımız Allah'a yürükümüzden sığırıp durup emel kılış niyetide yukarıki barlık Peygamber Aleyhisselam panah sorgan her kandak bir yamanlıkladın Allah Subhanahu ve Teala'ga sığınıp durup panah soraydı ve şundak yaman kılmışlarının her kandıkka hem yıkın kelmeydi. Demek mana bu Allah'a sığınıp durup panah soraş bizge Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim arkalık ügetken birden bir yol. İbn Kayyum
rahimahullah mundaq degan. Allah subhanahu va taolo bilan pana so'rayman deganlikning ma'nosi Allah subhanahu va taolaning qo'llanish doirasiga kiraman. Allah subhanahu va taolo qo'daydigan doir ishiga kiraman. Har qandaq bir men yomon ko'radigan dunyo va oxiratlik shaytonning izqilaridan, har qandaq bir shaytonning yomonligidan, har qandaq bir yomonlikdan Allah subhanahu va taolo meni saqlab qoladigan doiraga, ya'ni men qo'qadigan har qanday yomonlikdan Allah subhanahu va taolo meni saqlab qoladigan doira qochib borib olaman degan bo'ldi. Chunki panoh so'rg'ichi faqat o'zi qo'rqadigan ishlardan Allah bilan saqlanish uchun shunga panoh so'raydi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo bilan qo'rdinaman, Allah subhanahu va taolo bilan saqlanaman, Allah taolaning panohiga kiraman degan bo'ldi. Demak, Allah subhanahu va taolo bilan panoh so'rayman deganlikning ma'nosi Allah subhanahu va taolaning mahluqotlarining har qandig'ining yomonligidan, shaytonning yomonligidan, menga shaytonning va har qandaq bir yomonlikning ziyon sirishidan mening dinimga yoki meni Parvardigorim oldiki haq va yuratlarni o'tashdan to'sab qo'ydigan bir ziyonni shayton sirishidan men Allah subhanahu va taologa har qandaq bir yolg'on ilohlar va har qandaq bir Allohdan boshqa bo'lgan narsaning har qandag'idan bizar bo'lib turib Allohga sig'inib panoh so'rayman degan bo'ldi. Mulla Aliyil Qori rahimahulloh alayhi deganki, ey Allah meni shaytonning vasvasidan saqlab qol, shaytonning izqisidan saqlab qol, shaytonning har turli yomon aldırgıç qadamlardan saqlab qol. Ey Allah meni shaytonning xatarlaridan saqlab qol. Shaytonning menga aldırışqa, meni yaxshilikni tuvan ko'rsatib qo'ydigan, yomonlikni oson ko'rsatib qo'ydigan, meni pallab aldab ketishdan ey Allah o'zing saqlab qol va shaytonning meni ozg'unlikqa akirib qo'yishdan ey Allah o'zing saqlab qol deb mushunda degan bo'ldi. Chunki shayton har qandaq bir insonning bo'libmi musulmonning azishiga va o'zitqi nadonlik bilimsizlikka tushib qilishiga asosli turtki bo'ladi. Ibn Qayyim rahimahulloh shundaq deganki, Allah subhanahu va taolo bilan panoh so'rash bu tavhidning kamoli. Chunki Allah subhanahu va taolo bilan panoh so'rg'ichi Allah subhanahu va taolo tarafidan insonga keladigan har qanday yomonlikdan Allah subhanahu va taoloning himoya qilishiga isilib turib shu yomonlikdan Allah bilan qutulmoqchi bo'ladi. Chunki yomonlikmi Allah subhanahu va taolodan keladi, yaxshilikmi Allah subhanahu va taolodan keladi. Faqat Allah subhanahu va taolo har qanday yomon qazoni va yaxshi qazoni keltirishga Allah subhanahu va taolo yolg'iz ega. Undaq bo'lgan ekan, bir mu'min ikki kuch-quvvat, ikki irodaning egasi bo'lgan, ikki ishni qilaydigan ulug' Allah subhanahu va taologa tayangan bo'lsa, haqiqiy tavhidning kamoli va haqiqiy ishning eng to'g'risiga isilgan bo'ladi. Chunki Allah Qur'oni Karimda astag'firullah va in yamsaskallohu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa sura An'am 17-oyat. Ey Muhammad, sana Allah bir ziyonni yetkizsa, o ziyonni Allah Taolodan bilak hech qanday echvatkishi yo'q dedi. Demak, ziyonni yetkizdig'ini Allah, echvatdig'ini Allah. Shuning uchun har qanday bir mu'min inson o'zi uningdan panoh so'ramoqchi bo'lgan ziyondan yiroq turmoqchi bo'lsa, shu ziyonni yetkazishga qodir, shu ziyonni echvatishga qodir, ham yaxshilikni keltirishga qodir Allah subhanahu va taolo tarafiga qochgan bo'lsa, Allah taolaning panohiga kirgan bo'lsa, haqiqiy yolg'iz Allah taologa
tavhid aqidasi bilan cho'qingan bo'ladi, ham ishning eng to'g'risini qilgan bo'ladi. Chunki hayotlikda butkul osmon zaminda Alloh taoladan bilak yaratquchi, huquq yurgizuvchi Parvardigor yo'q. Alloh subhanahu va taoladan bilak hayotlikqa tadbir qilguvchi, insoniyatga hech qanday bir huquq yurgizuvchi, boshqaruvchi yo'q. Faqat Alloh subhanahu va taolo har bir insonni harakatlantiradi. O insonni har xil holatlarga yetkazib turadi. O insonning ahvoliga Alloh qanday xolisa shundoq huquq yurgizadi, shundoq ish bajaradi. Shuning uchun har qanday bir inson va har qanday bir musulmon bo'libmi Allohga har qanday bir yomonlikdan panoh so'rasa, haqiqiy yaxshilikmi uning qishidan keladigan, yomonlikmi uning qishidan keladigan, har qudrat uning qo'lida bo'lgan zot o'zining egisi, o'ziningki haqiqiy o'rni bo'lgan kuch-qudrat egisi Allohga haqiqiy haq zot ulug' Parvardigor Allohga panohlangan bo'ladi va haq to'g'ri ishni qilgan bo'ladi. Yuqorqi oyatdagi biz uning temisini to'xtalayotgan Faiza qara'atal Qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rojim. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lsang, Alloh subhanahu va taolo bilan sig'inib Allohning rahmatidan qo'g'langan shaytondan Alloh bilan panoh so'rag'in degan mushu oyatdagi Alloh degan mushu jalolati azimat bo'lgan Allohningki ulug' ismi bu Alloh subhanahu va taoloning ismullohil azam mushu. Ya'ni katta bo'lgan hamma 99 ism sifatlarini o'ziga ixcham qilib jug'ilg'ichi, cho'qinilishqa haqliq bo'lgan, ma'budul haq ma'nosiga bo'lgan Alloh mushu ismi ismul azamdir. O Allah Allah'ның zatıga alamdır. Allah subhanahu ve taolaning Allah degan katta ismi barliq ismlarning hammasini yig'laydi. Bir adam Allah bilan panoh so'rayman degan vaqtida men e'tiqod qiladigan, qalbimda cho'qinadigan, o'zi ras ma'bud bo'lgan Allohga sig'inib har qanday yomonlikdan şu Allah bilan panoh so'rayman. Chunki u Alloh ham adil, rahim qilguvchi, rizq berguvchi, qahr qilguvchi barliq sifatlarni o'ziga oladi degan bo'ldi. Demak, har qanday bir musulmonning Allah bilan panoh so'rayman degani mehribon, shafqatlik Allah bilan panoh so'rayman, hikmatlik Allah bilan panoh so'rayman. Hamma ishning eng nozik, eng kichik, eng yushirin taraflarini bilguchi latif bo'lgan Alloh bilan panoh so'rayman. Har qanday bir kuch-quvvatdan g'olib bo'lgan, kuchli bo'lgan, qaviy bo'lgan Alloh bilan panoh so'rayman. Har qanday bir ishda men qanday narsani tilasam meni boy qilib taraydigan, g'ani bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bilan panoh so'rayman. A'uzu billahil adil, adil bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bilan panoh so'rayman. Yolg'iz har qanday bir narsadan behojat, hammasi uningga muhtoj bo'lgan, yolg'iz bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bilan panoh so'rayman. U har bir shayga qahr qilguvchi, har bir shayga jabbor, ustun bo'lguvchi, g'olib, har qanday bir shayni ham mehribonlik qilib uningga shafqat yetkazuvchi ulug' Alloh bilan panoh so'rayman degan bo'ldi. Demak, Alloh subhanahu va taolo 99 ismlarning hammasini o'ziga oladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bilan panoh so'rayman degan vaqtingda Alloh degan so'z barliq ism sifatlarni o'ziga olgan bo'ladi. Masalan, bir kishi men a'uzu birrahim, rahmatlik, shafqatlik bo'lg'uchi Alloh bilan panoh so'rayman deb rahim sifatini billa deyish bilan degan bo'lsa, u vaqtda a'uzu billahdan iborat Alloh bilan panoh so'rayman deb Allohning o'zining ism zotidan iborat 99 ism sifatning hammasini mujassamlagan Alloh bilan panoh so'rayman degan so'z bilan o'xshash darajada bo'lmaydi. Chunki Alloh degan so'z hamma
Allah'ın ismi sıfatlarını özü algan burada. Ama Rahim degan söz Allah'ın rahmet sıfatını özü algan bolsa mı başka Jabbar, Kavi degan sıfatlarını özü algan burada. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala bizge Allah bilen panah so'rayman degan mushu ism zat sıfatını keltirish orqali 99 ism sifatlarning hammasini mush Allohga mujassamlangan so'z bilan panah so'rashga buyurgan. Ham Allah bilan panah so'rayman deb a'uzu billahni deb bo'lgandan keyin undan keyin qoldi ismlarini birga qitib panah so'rasak bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qoldi ismlarni qitib panah so'rganlik kelgan. Masalan, a'uzu billahi samil alim hammani anglab turguchi, bilib turguchi Allah bilan panah so'rayman deb Muhammad sallallohu alayhi vasallam panah so'rgandek, ana shundaq boshqa ismlarni qitib Allah bilan panah so'rasak bo'ladi. Ammo Allah degan ism zot bilan panah so'rash asosimiz. Undaqda har qandaq panah so'ramoqchi bo'lgan mu'min va inson Allah bilan panah so'rasin. Chunki Allah degan mush ismul azam bilan jalolati zoti Allohga mansub bo'lgan mushu ismul jalol bilan panah so'ragan bo'lsa, rahimlik har qandaq bir ihtiyoji va shafqatga ihtiyoji bor kishiga rahim qiladigan rahimlik Allah bilan panah so'rayman degan bo'ladi. Ham olamlarning parvardigori Allah bilan panah so'rayman degan bo'ladi. Har qandaq bir ishda eng inchiga oddiy ishlarni qilishga ehtiyoj chiqib qolgan bo'lsa, latif bo'lgan Allah bilan panah so'rayman degan bo'ladi. Har qandaq bir ishda kuchli qudratga tayanmoqchi bo'lgan bo'lsa, g'olib qahhar Allah bilan panah so'rayman degan bo'ladi. Har qandaq bir ishda ilm, bilimga, ma'rifatga ehtiyoj tushgan bo'lsa, hammani biladigan, to'g'ri ilm o'rgatadigan, olim bo'lgan, hammani bilguchi ulug' Allah subhanahu va taologa ehtiyoj alim, xabar bo'lgan, ya'ni hammani bilib, hammadan xabardor bo'lguchi ulug' Allah subhanahu va taologa panah so'rab sig'ingan bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda dediki, Estağfirullah, "Velillahil esmaul husna fad'uhu biha ve zarul lezina yulhiduna fi esmaihi seyujzauna ma kanu ya'malun." Sure Arap 180. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala üçün Allah subhanahu wa ta'alaga xas, Allah subhanahu wa ta'ala degan isim hem öz yaradığan güzel isimler var. Allah subhanahu wa ta'ala'nı şu güzel isimler bilen çağırınlar. Sizler Allah subhanahu wa ta'ala'nın isimlerine şirk payda kıladığan, Allah subhanahu wa ta'ala'nın isimlerini tanıdığan, Allah subhanahu wa ta'ala'nın isimlerine her türlü bühtan ve şirklerini çaplap, Allah subhanahu wa ta'ala'nın isimlerini öz ornudan suistimal kılıp, çıkırıp atıdığan, öz orunun başkası işidiğen ana aşındak her kandak Allah subhanahu wa ta'ala'nın isimlerine nak bühtan kılıdığan kişilerini koyunlar. Yakında bundak zalimler, bundak Allah'ın isimlerine şirk bühtan kılıdığan kişiler özlerinin kılmışıga Allah'ın dergahida ceza buludu. Sure Arap'ın 180. ayeti. Demek, mana şu ayette Allah subhanahu wa ta'ala bizni evvelen Allah subhanahu wa ta'alaga xas bo'lgan Allah degan ismni, undan keyin 99 Allah subhanahu wa ta'alaning güzel isimlerini mush Allohga xas qilishni, yine Allah o'zini atagan hadis shariflarda kelgan ismlarimi mush Allah taala degan ismi mujassamlash orqali Allah subhanahu wa ta'ala degan ismini, Allah Ta'ala'nın 99 ismi sifatlarini vasıt qilib turib, chaqirib turib, Allah subhanahu wa ta'ala'dan yaxshilik tilishimizni, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ulug' qudrati azimati bilan panahlanib turib, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ism sifatlaridan panahlanib turib, har qandaq yomonlikdan Allah subhanahu wa ta'ala bilan panah so'rashimizni mush oyat bizga o'rgatib qilganishimiz. Ikkinchi tadqiqot yuqorqi فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ degan oyatda
Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın düşmanı, insaniyetning düşmanı, bulupmu mümin Müslümanların düşmanı bo'lgan şeytanni şeytan deb atadı. O şeytan degan qandaq ma'na hukmni bildirdi desa, asli şeytanadan ilgan bulup, yani haq yo'ldan yiroqlashib ketgan. Haq yo'ldan chiqib ketgan, yani tuzkor, qog'ish takkor deganlikni bildirdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bizni yaratgan vaqtida bizga o'zini rozi qiladigan, o'ziga qulchilik qiladigan programma yo'lni ko'rsatib bergan. Shu yo'lga qarshilik qilib, shu yo'ldan chiqib ketgan, Allah Ta'alaga o'zi qul turib, Allah Subhanahu wa Ta'alaga qulchilik qilishdan bosh tortib, Allah'ның buyrug'iga bo'ysunishdan bosh tortib mutakabbirlik qilgan. Shunga Baqara surasining 38-oyatida Allah Subhanahu wa Ta'ala deyki: "Estağfirullah. Qul lahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Dedik biz sizlar o cennettin hammanglar tushinglar. Sizlarga mendan hidoyat keladi. Mening hidoyatimga ergashgan kishilar ularga bundan keyin do'zaxga kirib qolamizmi, qattiq hisobda qolamizmi deydigan qo'rqinchi bo'lmaydi. O'tib ketgan o'tmishi qarta hasratlanishdan iborat bo'lgan qayg'ular bo'lmaydi. Yana Allah Subhanahu wa Ta'ala deyki: "Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Sura Taha 123-oyatda Allah Subhanahu wa Ta'ala deydi ki, "Şunu sizlar o cennetin hammanglar, yani Adem aleyhisselam ve şeytan hammanglar, Hava aleyhisselam hammanglar ziminga tushinglar. Öz ara ba'zinglarga dushman bo'lib tushinglar. Sizlarga mendan hidoyat keladi. Mening hidoyatimga ergashgan mu'minlar ezib ketmaydi, baxtsiz bo'lmaydi" dedi. Demak, Allah Subhanahu wa Ta'ala bizga tushirgan vahiy ilahi bo'lgan Qur'oni Karimning va uningki izohati bo'lgan sahih hadislarning yo'lidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki boshlagan to'g'ri bo'lgan islom din yo'lidan ezib ketgan, chiqib ketgan bo'lganlik uchun, shuning uchun shayton deb atalgan. Asli mu'minlarningki, asli insoniyatning otasi shayton emas. Odam alayhissalom Allohning elchisi payg'ambar. Asli insan özünün asliga erişimen dese Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem din ilgiriki barlık peygamberlerin yolu boğan İslam dinine ergeçken bolsa hakiki özünün adısı Adem aleyhisselam'ın ızdımangan boladı. Çünkü her kandak bir insan iblisinin evladı emas. Asli iblis Allah Teala'ga kulçuluk kılış dairesinden çıkıp ketken. Biz Allah qulchilik qilgan, xatolaşsa pushaymon qilgan, haq tarafga qaytib kelgan, o'zining xatoligini tonigan Odam alayhisolamning avlodi. Muhammad alayhisolamning izbasari. Shaytondek aba vastakbara va kana minal kafirin. Allah Taolaning buyrug'iga bo'ysunish qarshi chiqqan, mutakabbirlik qilgan, tövbe qilib pushaymon qilg'ili unamagan zolimlarningki avlodi emas biz. Shunga dünya insanları kimning keyniga erişip minvatqanligini şeytanning avlodi bo'lishga, odamning avlodi bo'lib tug'ilib shaytonning avlodi bo'lishga ketayotganmi, iblisning avlodi bo'lib minishga ketayotganmi yoki o'zining asli bo'lgan Odam alayhisolamning avlodi bo'lib aqidada, hayotda, muomalada, Allohga bo'lgan muomalada, insoniyatga bo'lgan muomalada, o'ziga va jamiyatiga bo'lgan muomalada haqiqiy sap odamlikka qaytdimi? Ya'ni o'zining ilohi bo'lgan Allohga ishonib islom din ishiga kirdimi deganlikni o'zidan so'rab chiqish lozim. Yine Allah Subhanahu wa Ta'ala bir oyatda deyki: "Estağfirullah. İnnellezîne qâlû Rabbunallah thumma istaqâmû
tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu ve la tahzanu ve abshiru bil cenneti allati kuntum tu'adun. Sure Fussilet 30. ayet. Hakikaten bizning Parvardigorimiz Allah deb iman etgan, andın etgan imanida ravurus ezip ketmey, haq meydanidan keyniga chekirib olmay Allah buyurgan mesuliyetlerini icra qilishda ravurus turganlar, ularga farishtalar ularga ölüm kelgan vaqtida sizlar bundan keyingi hayotinglarda qo'rqmanglar, ya'ni bizni Allah do'zaxga salami hisob qattiq bo'lib qolarmi deb qo'rqmanglar. Ötüp ketken hayatınlarga işini pişirmanglar. Çünkü ötüp ketken hayatta sizlar Allah'a sadık buldunlar. Sizlar cennet ile bişaret bulunlar ki sizlar şu cennetnin darvasının açıldığı, cennet kirdiğanlıkla doğruluk Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim, Peygamberinin sözü bilen vaat kılıngan idinlar. Dep Allah Subhanahu ve Teala onlarga mana muşundak deydi dep muşu ayette Allah Subhanahu ve Teala her kandak bir insan balısını mana muşundak Allah Subhanahu ve Teala'ga sadık mümin buluş tarafiga davet kılıdı. Mana muşundak ravurus Allah'a sadık mümin buluş yolundan çıkıp ketken her kandak bir kişi şeytanın yoluga mınıp ketken buludu. Çünkü şeytana deganning ma'nosi Allohning programmasidan chiqib ketdi degan bo'ladi. Har qanday bir inson va bir musulmon Allohning programmasi ustida bo'lgan vaqtida u Allohning azobi, do'zaxga tushib qolishdan, qiyomat kunisi xafalikni qat qilishdan qo'rqmaydi. İşi bu tushib qolmaydi. Chunki Alloh uni o'zining ahiretlik azabını qutqarishga o'zi iyi bo'lgan. Yani bu dünyada Allah'ın azabından qo'rqib, Allah razı bo'ladigan ishlarni qilgan mushundaq mu'minlar oxiratda qo'rqincha xafalık ishida qolmaydi. Allah Subhanahu wa taala yahdi bihillahu man ittaba'a ridvanahu subulas salam ve yukhrijuhum minez zulumati ilen nuri biiznihi ve yahdihim ila sıratın müstakim. Sure Maide 16. ayet. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim bilen özünün rızalıkı ergeçken kişilerini hidayetke başlaydı. Salametlik yollarına başlaydı. Yani Allah onlarını kıyamet günüsü cennette salamet kaldırdıgan, periştler onlara selam olsun deyip onlara salametlik Allah Subhanahu ve Teala'dan tileydigan salametlik salamını okuyduğun ana şundak salametlik cennetlerge Allah ularını başlaydı. Allah Subhanahu ve Teala ularını zulmetlerden her türlü şirk, küfre, azgınlık özü erkin cemiyet yaşamı lekin iddisi, fikri, ruhi küfrünün karanlıkları dinsizlikninki, küfürlükninki karanlık işide, günah mesiyetinin karanlık işide kalgan ana şundak kalgan günah mesiyetler, küfürler, zulmetlerden iman nuru çıkırdı. Özünün izniyle yani öz iyi bulup özününki onlarga yolculuk bilişten onların doğruluğu çıkırdı. Ve onlarını ravurus yolga Allah Subhanahu ve Teala hidayet kılıp başlaydı deyip Sure Maide'nin 16. ayetinde şundak bizge Allah Subhanahu ve Teala özünün hidayetine eriştirdiği bilen bişaret verdi. Allah Subhanahu ve Teala'nın rızalığına ergeçken her kandak bir Müslüman özünü tinizlik yolları boğan, baxtlik yolları boğan, dünyada mı salametçilik bulduğun doğruluğa başlayan buldu. Allah'ın yolu mangan adam her kandak insanın aklını, hayatını çirtidiğen zehirlik, çirkinlik, harak, şarap, her türlü yaman narsalarni işitish orqali o'zining bedenini chiritmaydi. O Allah uning ruxsat qilgan narsalarni yeyish orqali Allah ruxsat qilgan narsalarning hammasi sog'lomlik bo'lg'achqa uningga hayotida sog'lomlik bo'ladi. Oila balavo qildimi? Ularni to'g'ri bo'lgan islom ko'rsatmasining halol bo'lgan yo'llari bilan
havrizi bilan biqib cho'ng qilg'achqa ruhimi sog'lom, badan qurilmasimi sog'lom, oilasimi salomat, baxtli bo'ladi. Ham ular yashayotgan jamiyatida o'zining mu'min qarindoshlariga, o'zi yashayotgan jamiyatdagi birlashgan barliq qo'shinlarga yomonlik qilish, hasadxo'rlik qilish, adovat qilish, ular qarta fitna fasod qilish, yo'q ular qarta yomonlik terish bilan bo'lmag'achqa, ularmi o'zining hayotida tinch, salomat yashaydi. Va shundaqla o'zining tijoratida boshqalarga jazoxo'rlik qilish yoki aldash, aldab setish, har turlik omonat xiyonat qilish degandek ishlarni qilmag'achqa, tijoratlarmi salomatchilik bilan, barakat bilan bo'ladi. Xizmatlari hammasida o'zining xizmat o'rinlarida birsi-birsiga dushmanlik qilish, birsi-birsiga ziyonkashlik qilish emas, o'zaro birsi-birsini yaxshilik taklash, hassini birlik qilish, birlikda go'zal bir islom jamiyati barpo qilish uchun tirishchilik qilg'achqa, go'zal bir insoniyat jamiyati barpo qilish uchun tirishchilik qilg'achqa, ularning hayoti har birisi tinch, go'zallik bo'ladi. O'tmishimi go'zal bo'ladi, kelchikimi go'zal bo'ladi. Bo'libmi oxirida Allohning oldiga borgan vaqtida Alloh tarafidan ularga salomatchilik va salom va payg'ambar alayhisolatu vasallam va sahobalarga o'xshash Allohning farishlari ularga salomatchilik tilaydigan, salom beradigan ana shunday yaxshi hayot qilishdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo dedi: "Astagfirullah, inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam va yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira." Sura Isra 9-oyat. Haqiqatan bu Qur'oni Karim eng ravrus bo'lgan yo'lga boshlaydi. Ya'ni hayot dunyodagi har qanday bir jamiyat, har qanday bir davlat, har qanday bir oila, har qanday bir shaxs Allohning programmasi, Allohning ko'rsatmalari bilan yashasa, eng to'g'ri bo'lgan, ravrus bo'lgan, baxtli dunyodami, oxiratdami tinch bo'ladigan, dunyodami, oxiratdami ravrus yo'lda mangan bo'ladigan, ravrus yo'lga ega bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo va u Qur'oni Karim mu'minlarga bishorat berdiki, ular yaxshi amalni qilgan mu'minlarga ular uchun katta ajri borligini bishorat berdi. Sura Isra 9-oyat. İnsan bo'ladi ekan baxtlik, tinch turmushni, salomatchilik turmushni yaxshi ko'radi. Bo'libmi ko'nglimi rozi bo'ladigan, o'zimi aram oladigan, oilasimi aram oladigan shundaq turmushni yaxshi ko'radi. Mana bu shundaq turmush Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ishonchi bog'lashda andin maydon kirdi. Har qanday bir inson bo'ladi ekan, qo'rqinchidan qutulishni, bearamchilikdan qutulishni, har qanday bir jamiyatdagi zulm, javridan qutulishni, dard alamdan qutulishni maqsad qiladi. Mana shuning hammasi yana Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan ko'rsatma ishida yashashda Alloh subhanahu va taoloninki bu dunyodami, oxiratdami rahmatidan, to'g'ri yo'lidan chiqib ketmay Alloh subhanahu va taoloning kafolati ishida yashashda bo'ladi. Ondaqda shayton degan kim? Shayton degan ravrus to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan maxluq. Alloh subhanahu va taolo uni o'zining mu'min bandalariga sizib bergan, mu'min bandalariga belgilab bergan haq yo'ldan chiqib ketgan maxluq. Mana shundaqla ilohiy programmadan chiqib ketgan har qanday bir insonmi shaytonning yo'liga ergashganlikdan u shayton bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inson va jinning shaytonlari deb insonningmi shaytonning qatorida, insonningmi shaytonlar qatorida bir guruh shayton bo'lganligini bayon qilgan. Hozir ba'zi insonning shaytonlari yomonlikka ko'nib ketib, bak ashaddiy bo'lib ketganlikdan ular hattoki shaytonlar bilan birlikda shaytonlarga savob berudek darajada ana shundoq shayton bo'lib ketganlik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo jin va insonlardan iborat insonlarning ko'ngliga vasvasa qiladigan shaytondan panoh so'rayman degan deb minal jinnati
va nas deb Qul a'uzu bi rabbin nas surasida shunday degan. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo inson va jinning shaytonlari birsi-birsiga yolg'on so'zlarni ozdurg'uchi har turli yolg'on, haq yo'lidan chiqaradigan buzg'unchi xato fikri, xato so'z, xato yo'llarni birsi-birsiga ilhom qiladi degan. Endi bu oyatda, tövendeki oyatda Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki, Estağfirullah, İnne Qarun kana min kavmi Musa febaga aleyhim ve ateynahu minel kunuzi ma inne mefatihahu letanu'u bil usbeti ulil kuvveti iz qala lehu kavmuhu la tefrah innallaha la yuhibbul farihin. Sure Kasas 76. ayet. Hakikaten Qarun Musa aleyhisselamның kavmidan bo'lgan edi. O Qarun öz kavmiga zulm qildi. Biz Qarunga xazina, mal-mulklardan bergan edik. Onun ochqalarini bir guruh, kuchli bir guruh ters götüretti. Öz vaqtda dedi onun qavmi, sen xoşalıp ketme, mütekebbirlik qilib ketme, yo'g'onchilik qilma. Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala yo'g'onchilik, mütekebbirlik qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi deb nasihat qildi. Yani bu Qarun to'g'ri yo'ldan chiqib ketdi. Nima deb? O Allah onunga bergan mal dunyoni men o'zimning ilmi bilan o'zim topdim. Buning igisi men, buning igisi Allah emas. Bu o'zimninki kuch quvvati o'zimning no'chiligidan keldi deb Allah subhanahu va taoloning rizq berganligiga, Allohning tarbiyat ekanligiga, Allohning haqiqiy igisi ekanligiga tandı ve Allah bergan rizqning haqqini shuncha yaxshi kishilar nasihat qilsimi, haqqini bergilunmadi. Ziminda buzg'unchilik bilan mutakabbirlik qildi. Andın Allah subhanahu va taolo buning Allohning programmasidan chiqib ketganlik uchun, shayton yo'liga kirib ketganlik uchun, xuddi shayton Allohning yo'lidan chiqib ketgandek, haq yo'lidan chiqib ketgan va shundaqla shayton nasihat qilguvchi Allah subhanahu va taoloning buyrug'ini o'g'illamay mutakabbirlik qilib o'zini yo'g'on tutgandek, mutakabbirlik qilib o'zini yo'g'on tutganlikdan bu Qarunmi Allohning g'azabiga yo'liqib, Allah mol mulki bilan, xazina bilan bu Qarunni yerga yetkazibdi. Demak, mana bu Qarunmi shaytonga o'xshash haq yo'ldan chiqib ketdi. Yine Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki, İzhaba ila fir'auna innehu taga. Birga Fir'aunning qishiga, haqiqatan o Fir'aun chigidin ashib ketdi. Allah'ning payg'ambariga bo'ysunishdan chiqib ketdi dedi. Sura Taha'nın 43. ayetida. Demek her qandaq bir zalim boy bo'lsin. Mana bu Fir'aundek hozirgi zamonda Xitoy kommunistlarining reisi Xi Jinpingdek zalim pash kafirdek, mana shundaqla dunyoning har qaysi yerirdek, mayli kapitalist davlatlar bo'lsin, mayli kommunizm davlatlari bo'lsin, mayli buddizm davlatlari bo'lsin, har qandaq bir Allah subhanahu va taolo qarshi chiqishi, Allohning dinidan to'sqishi, Alloh yo'lidan to'sqishi zalim kafir reislarining hammasi Allohning ko'rsatmalaridan chiqib ketgan shayton ekanligini mana bu oyatlar bizga shayton degan ma'noning uqumi bilan uqtirdi. Demak, nima uchun Fir'aunni haq yo'ldan chiqib ketdi dedi? Chunki o payg'ambar Musa alayhissalom ilib kelgan mo'jizani qabul qilg'ilmay haq yo'ldan chiqib ketdi. Haq yo'ldan bag'i bo'ldi. Demak, shayton degan haq yo'ldan chiqib ketish, haq yo'lidan fosiqlab ketish. Mana bu shaytonlik. Haqiqatan Allah subhanahu va taolaning yer yuzida programmasi bor. Allah subhanahu va taolaning yer yuzida tushirgan Qur'oni bor.
Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizge şürüp bergen şeriatı var. Şeriat dairesinde bolgan bolsa, Allah buyurgan halal dairesinde bolgan bolsa, Allah buyurgan ibadet dairesinde bolgan bolsa, Allahu ekber dep azan okugan vaqtida 5 vaqt namazını joyida o'qish bilan, Allohning Qur'on tushirgan oyatlarini tilovat qilish, amal qilish bilan, ro'za tutish, namoz o'qish, zakat berish, yaxshi so'z qilish, yaxshi amal qilish bilan bilgi bo'lgan bo'lsa, Alloh taolaning salomatchilik ishida bo'ladi, Allohning himoyasi bo'ladi, Allohning adisi bo'ladi. Dunyo hayotida va qiyomat kunisida doim Allah onunğa ega bo'ladi. Mangulik himish turadigan jannatlarga Allah subhanahu va taolo o'zi akiradi. Allah subhanahu va taologa bu ishonishdan chiqib ketgan, fosiqlik qilgan, zinoyi haram, ko'z zinosi, qo'l zinosi, har turli fohisha zinoga yetaklaydigan organ va her türlük ayşi işret meydanlarına kiriş ve ayşi işret o'rinlarini xalqaro yer sharida etish, buzg'unchilik qilish, yosh avlodlarni, yosh sharmahalik qizlarni buzish, Xitoy kommunistga o'xshash, onun agashmishi zolim, qo'l ostidagi chumoqchilarga o'xshash, sharmahalik mu'min musulmonlarni sharmahayodan chiqarish uchun her türlük buzg'unchilik, gunoh ma'siyat, yomonliklarni ve günah ma'siyat organlarını etish bilan yomonlik qilgan bo'lsa va shundaqla ana shundaq sharmahayalik musulmonlarning to'g'ri yo'ldan chiqib ketishiga sabab bo'lgan bo'lsa, oila egalari, ota-ona va jamiyat arbab ustozlari va jamiyatda yashayotgan har turli mas'ullar o'z tavbasi, o'z oilasi, o'z ig'doshidagi kız oğullarınki şermi hayasız, buzgunçuluk, günah masiyat, her türlü zahirlik, şimdilik, harak şarap, şimdilik, eşi işiret, günah masiyat, zina fahişe, yamanlıklarga çıkıp kılışının aldığını ilişki tırışmay, mana şundak günah masiyetlerge yol koygan bolsa, mana şunun hemmisi şeytanın kılıkıga yol koygan buludu. Ondak şeytanın kılıkıga yol koyganlar, şeytanın kılıkıga hem aralashib birlik qilganlar, shaytonning qiliqiga norozi bo'lib, uni tusish uchun tirishmay, shaytonning yo'liga yo'l qo'yganlar darhol pushaymon qilish lozim. Chunki har qanday shaytonning qiliqi bilan davomlashgan, shaytonning qiliqini jamiyatga nuqtab qo'ygan va shaytonning qiliqi bilan o'zining hayotini xush qilgan barliq gunoh ma'siyatlarning hammasi Allah subhanahu va taoloninki dünyada mı balasıga uçraydı ve balanın kilişiga yıkın. Ahirette mi Allah subhanahu wa ta'ala'nın azabı dözakki kirişi hak ve turvallıgat. Bazı ulamalar şeytanını şatıdın ilgan, yani küyüp ketken, halak boğan diyen manada, baxtsiz boğan diyen manada dedi. İbn Habban sahih hadiste Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilib degan ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Xaloyiq ikki turli odam bo'ladi. Birisi yaxshi, Allah buyurgan ishlarni qiladigan, taqvodor, Allah to'sgan ishlardan yanadigan odam bo'ladi. Bu odam Parvardigori oldida hurmatli bo'ladi. Yana birisi gunohkor, shaqi, ya'ni halok bo'ladigan, baxtsiz odam bo'lib, Parvardigori oldida xor bo'ladi degan bo'ladi. Ya'ni shaytonning yana bir ma'nosi baxtsiz, xor, halok bo'ladigan kishi degan bo'ladi. Agar yer sharida bir inson bor bo'lib, Allohdan, Allah ko'rsatgan programmadan, islom dinidan yiroq turgan holatda baxtlik yashapti, ruhiy jihatda, sog'lom, qanoatlanlik holatda baxtlik yashapti degan mundaq bir gap anglangan bo'lsa, bu odam islom din uning to'g'ri bo'lgan tushunchasidan hech narsani o'qimagan bo'ladi. Bir odam dunyoda islom diniga kirib, Allohga haqiqiy aloqa bog'lab, o'zining hayoti
Allah Taalaga ibadet kılgan turgulup özünün hayatıdan hoşal bulanmay baxtsizlik his qipti degan bolsa, bu adam mı Allah Subhanahu va Taalaga haqiqiy bağlangan, İslam dinini haqiqiy to'g'ri tushungan odam bo'lanmagan bo'ladi. Demak, Allah Subhanahu va Taala mundaq degan: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Sura Taha 124-oyat. Har qandaq bir odam mening zikrim bo'lgan Qur'oni Karimni o'rgan bo'lsa, mening zikrim bo'lgan menga cho'qinib, meni aslash, men qulchilik qilishni o'rgan bo'lsa, haqiqatan bundaq Allah qulchilik qilish, Allah'ning dini İslamga kirish, Allah'ning so'zi Qur'oni Karimga amal qilishdan yuz o'rgan odam uchun baxtsizlik turmush bor. Biz o kishini qiyomat kunisi bu dunyoda haqni ko'rmaganlik uchun oxiratda qarg'u hashir qilamiz dedi. Sura Taha 124-oyatda. Yine Allah Subhanahu wa Taala dedi: "Men amila salihan min zakarin aw untha ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyibah ve leneziyennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sura Nahl 97-oyat. Her qandaq bir adam er bo'lsin yoki ayol qiz bo'lsin, yaxshi amal qildikan, mu'min turib biz uni yaxshi hayotda yashatkizamiz. Ya'ni uning hayoti xo'shal, xursand o'tadi. Undaq bo'lganida bizning hayotimizda bizga kelgan umidsizlik, tushkunlik nereden keladi? Bizning Allohga bo'lgan bog'lanishimizning ojizlanligida, shaytonning rahmlari o'z qo'liga biz gullab ketgan vaqtimizda shayton bizni har qandaq yaxshi ishni qilsak, uningdan xursand bo'lmaydigan, har qandaq bir yomon ishni bo'lib qolsak, uning qarta bizni aldaydigan bo'lib qolgan vaqtida, shundaq biz o'zimizdan tushkundigan bo'lib qolamiz. Yoki shayton bizga vassi qilib, bizga o'ng tarafdan kelib, biz Allohga eng yaqin turgan vaqtimizda Allohga yaqin qilgan ishlarimizni bizni qarta yaxshi qilolmagan ko'rsatib bizni azdurmoqchi bo'lgan ishimiz. Shuning uchun mu'min qarindoshlarimiz, biz avvalan o'zimizning Allohga bog'langanligimiz, Allohning hidoyati prinsipida haqiqiy turganligimizda faxrlanishimiz lozim va shundaqla Allohga ishongan islom din yo'lida turish uchun to'g'ri tura olmaganligimizda o'zimizni so'roq etishimiz lozim. Va lanadziyannahum ajrahum. Ularning ajrini, mukofotini birimiz ular qilgan ishning eng go'zali, eng yaxshisiga dedi. Demak, biz doim eng go'zal, eng yaxshi ishni qilishga, eng ixlosman yaxshi amal qilishga tirishchilik qilsak, shayton bizni azdira olmaydi. Bizning hayotimiz haqiqiy baxtli bo'ladi. Aslida haq yo'lga qarshi chiqqanlikdan, haq yo'ldan yiroq bo'lgan bir joyda qilib qolgan degan bo'ladi. Shuning uchun bu shayton o'ziga agashgan har qanday bir insonni Allohning rahmatidan yiroq turadigan, rahmati tushmaydigan, doim shaytonlar ularni urishadigan jamiyat, uy, o'rin, shahvaniyat o'rinlari, gunoh ma'siyat joylari, küfrü, azgınlık, tecavüzçülük, zulüm guruhları bilen birle adamni toplab qo'yishga tirishchilik qiladi. Allah Subhanahu wa Taala deydi ki: "Eş-şeytanu ya'idukumul faqra ve ya'murukum bil fahsha." Sura Baqara 268-oyat. Shayton sizlarga namratchilikni va'da qiladi va sizlarga fohisha, gunoh ma'siyat, sat ishlarni, shirk, kufri, zina, fohisha, jinoyat, yomon qiliq, Allah buyurgan ishlarni cheklash va tashlashni iborat bo'lgan yomon ishlarga buyurdi. Xuddi Allah Subhanahu wa Taala yine bir oyat degandek: "Va khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'ush shahvata fasawfa yulqawna gayya." O salihlardan keyin bir yeni yaş izbasar bo'ldi ki, ular namozini zoya qilyapti, shahvatlarga agashdi. Ular Allah Subhanahu wa Taalaning halokat
azabıga haqliq bo'ldi. Ular Allah subhanahu va taolaning azobi hilokatiga yaqinda ushishidi dedi. Demak, Allah subhanahu va taolo mana shundaq shaytonlarning keyniga kirib, Allah buyurgan mas'uliyatlarni tashigan, Allah tosqan yamonliklarni shahvatlarining keyniga kirib qilganlarni mushu shayton o'ziga agashtirgan, shayton ularga arzu arman qildirib va'da qilgan yamonliklar bilan o'zini oldigan insonlarningki qiladigan sifatlar ekanligini bayon qildi. Shuni bilan o'xshash shayton bizga doim yomon amallarni shelik ko'rsatib, Allohga har turli bizni aldaydigan arzularni qildirib, voy tövbini kim qilib olsang bo'ladi degandek bizni xatolashtirdi. Bizga Allah uchun Allah yo'lida har qanday bir Allah bergan ne'matni chiqim qilg'ili qolsak, doim bizga yaxshi ishda yomonlik kelish bilan bizni qo'rqitdi. Ya'ni Allah uchun vaqtingni ishlatsang, iqtisodingni ishlatsang, Allah uchun hayotingni bersang, sana xafalık keladi, sana namratchilik keladi deb bizni doim vasisiga yomon fitnaga soladi. Amaliyotda har qanday bir ixlosmand mu'min shaytonning va'dasiga, shaytonning qo'rqitishiga amal qilmay, agashmay, buni bir qudrat qilib, buni bir ozdirish deb qarab, Allah subhanahu va taolaning bergan va'dasiga, Allah subhanahu va taolaninki qiladigan ihsoniga ishonadigan bo'lsa, Allah subhanahu va taolo o'zining kitobi Qur'oni Karimda Allah yo'lida chiqim qiladiganlarga nurg'un savob va shundaqla mush dunyodami ko'plab yaxshi izbasar ixtisotni beradiganlik bilan va'da qilgan. Allah subhanahu va taolo deyki, astagfirullah, man zallazi yuqridullohu. Allah subhanahu va taolo deyki, man zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afan kathiratan vallahu yaqbidu va yabsutu va ilayhi turja'un. Sura Baqara 245-oyat. Har qanday bir kishi Allah subhanahu va taolaga yaxshi qarzni berar ekan, Allohga yaxshi qarz bergan o mu'minga ko'p hassalat, ajr, savob beradi. Allah subhanahu va taolo o'zi rizqni tarqib qo'ydi. Allah subhanahu va taolo o'zi rizqni kang qiladi. Allah subhanahu va taologa har bir inson hisob bergili qaytirilishlar dedi. Yine Allah subhanahu va taolo deyki, "Qul inna robbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi va yaqdiru lahu va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu va huwa khayrur roziqin." Sura Saba 39-oyat. Digini Muhammad, haqiqatan mening Parvardigorim xohlagan kishiga rizqni kang qilib beradi. O'z bandiridan va xohlagan kishiga rizqni tarqib beradi. Sizlar har qanday bir narsani chiqim qilsanglar, Allah subhanahu va taolo sizlar chiqim qilgan narsaga o'zi hassilab beradi. Allah subhanahu va taolo eng yaxshi rizq beruvchidir. Sura Saba 39-oyat. Demek mana bu oyatlar Allah subhanahu va taologa sodiq bo'lib, Allah bergan rizqni, mayli o rizq moddiy bo'lsin yoki ma'naviy bo'lsin, Allah yo'lida chiqim qilsak, Allah subhanahu va taolo uningga qiyomat kunisi hassalat berdiganligi, bu dunyodami hassalat Allah subhanahu va taolo avutib ko'paytib berdiganligini mush oyatlar bizga va'da qiladi. Shuning uchun Allah'ning va'dasiga ishonadigan mu'minlar shaytonning har qanday bir namratchilikdan qo'rqadigan va'dalaridan yuz o'rib Allohga sodiq bo'lish mas'uliyatimiz bizni dunyodami, oxiratdami baxtga erishtiradi. Mu'minning Allah subhanahu va taologa haqiqiy ishonganlikning alomatidan mu'min doim Allah subhanahu va taologa shaytonning Allah taoloning yo'lidan chiqarib o'tishdan, shaytonning har turli vasilaga, har turli ozdirishlarga sab qo'yishidan Allah taologa sig'inib doim panoh so'raydi. Shayton insonning ko'yli bo'ladi. Insonni
Allah'a aşilik qilishqa, haq ahli bilan birga minishdan yiroq turishqa, Allah rozi bo'ladigan yaxshi ishlar va Allohni rozi qiladigan yaxshi o'rinlardan yiroq turishqa doim turdi. Shuning uchun har doim mu'min Allah subhanahu va taologa sig'inib panoh so'rash kerak. Bo'libmi Allah subhanahu va taologa qulchilik qiladigan, Allah subhanahu va taolo bilan munosabat bog'laydigan, Allah subhanahu va taologa haqiqiy ixlos bilan bo'ladigan amal ibodatlarda, namozda, ro'zada, zakotda, hajda, da'vatda, halol bo'lgan tijoratda, o'zimizning oilasi baroqlaridan bir ko'pida bo'lishda, yaxshi ishlarni qilishda, ilm egallashda, har qanday bir Allohni rozi qiladigan tijorat, kasb, sanoat, fan texnika, jamiyat, hukumat, sud mahkamasi va o'qish, maktab va har qanday bir organlarning hammasida Allah subhanahu va taolo bilan panoh so'rashimiz nihoyat muhim. Bo'libmi Qur'oni Karimni o'qigan, Qur'oni Karimni so'zlagan vaqtida alohida Allah subhanahu va taolo bilan panoh so'rashimiz bizningki Allohga samimiy bo'lganligimizning belgisi. Shu Allah subhanahu va taolo fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rajim sura Nahl 98-oyatda sen Qur'oni Karimni o'qimoqchi bo'lgan vaqtingda Allah subhanahu va taolo bilan sig'inib panoh so'rgin. Allohning rahmatidan qo'g'langan, o'zimi haqdan yiroq bo'lgan shaytondan Allah bilan panoh so'rgin dedi. Ham namozda sura Fatihani o'qishdan burun Allah subhanahu va taolo bilan shaytonning yomonligidan panoh so'rashimiz lozim bo'ldi. Bu to'g'riliq Ibn Habban Mut'ib ibn Jubayr radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda Mut'ib ibn Jubayr bunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahajjud namozida A'udzu billahi's samiil alim minash shaytonir rajim min hamazihi va nafahihi va nafathihi. Allah subhanahu va taolo bilan hammani anglab turadigan, hammani bilib turadigan Allah subhanahu va taolo bilan sig'inib panoh so'rayman. Allohning rahmatidan qo'g'langan shaytondan, shaytonning meni ozdirishidan, meni bo'g'ib qo'yishidan, shaytonning mening qalbimga har turli yomon vasvasalarni silib qo'yishidan, bo'libmi Allohga namoz o'qiyotgan vaqtimlarda har turli dunyo manfaati, bu yerda qolgan har turli ishlarimni kallamga akab qo'yib, Allohga munojat qilish, Allohga qulchilik qilishdan, Allohga sodiq namoz o'qishdan, Allohga o'qigan oyatlarim, namozning rakatlarini unutib qilishdan, meni saqlashim, meni Alloh saqlash uchun Allohga panoh so'rayman va shaytonning har turli mening vujudim, hayotimga shaytoniy vasvasalarni kirgizib, shaytoniy vasvasalarni paydo qilib qo'yishdan men Allah subhanahu va taologa sig'inib panoh so'rayman deb Muhammad sallallohu alayhi vasallam tahajjud namozida mush duoni o'qitdi. Yine g'azab qilgan vaqtimizdami Allah bilan sig'inishimiz lozim. İmam Buxoriy va İmam Muslim Sulaymon ibn Sard radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Sulaymon ibn Sard bunday degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qishida ikki odam tilashib qoldi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qishida o'ltirdik. Ikkisining birisi yana birini g'azablanib, chiroyini qizartib turib tillaydi. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deyki, haqiqatan men bir kalimani o'tib qo'y. Agar o kalimani bu g'azablanib qolgan mu'min, g'azablanib qolgan mu'min qarindishimiz degan bo'lsa-da, albatta uningdan o achchiqlab qolgan achchiq ketadi dedi. O bo'lsa-mu a'udzu billahi minash shaytonir rajim. Allah subhanahu va taolo bilan Allohning rahmatidan qo'langan shaytondan panoh so'rayman dedi. Demak, qarindoshlarimiz mana bu shundoq sunnat, mana bu shundoq İmam Buxoriy, İmam Muslim muttafaqun alayhi hadisda rivoyat qilgan shundoq sahih hadisda a'udzu billahi minash shaytonir rajim degan bo'lsa, uning achchiq ketadi deb bizni har qanday bir shaytonning keynidan kirib ketadigan, achchiqning keynidan kirib ketadigan, yomonlikning keynidan kirib ketadigan ishlarimizda Alloh taologa sig'inib turib, Allah cheklagan ishlardan yiroq turish bilan maqsad qilib billa A'udzu billahi mineşşeytanirracimni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizga deyishni o'rgatgan tursa, biz mana shundoq A'udzu billahi mineşşeytanirracim deb uydan chiqqan vaqtimizda, ana har qanday bir achchiq yo yomonlik bizni kelib qolgan chaqda, yo boshqalar bizga tavsiya qilgan vaqtida mana shu Payg'ambar alayhisolamning sunnatiga amal qilib, shundoq
sünnetni bizni joriy qildirdikmi desa, bu bizda bak oz ko'ryotadigan qardoshlarimiz. Birasi bizga tavsiya qilib, mana shundaq duolarni qilishni, o'zimizningki hayotida ana shundaq har turli shaytonning vasvasalariga kirib qiladigan, achchiqning keynidan kirib keladigan, azg'unlikning keynidan kirib keladigan shundaq ishlardan Alloh bilan sig'inib panoh so'rashga buyursimi, biz u gap, u nasihat bizni yoqmaydigan shu daraja bizningki qalbimiz ketadigan qardoshlarimiz. Shunga biz o'zimizni darhol tuyib, biz o'zimizning asl qaytib, xuddi yumshoq munbat zimin uningga yomg'ir yog'sila, u yeshil o'simlik undirgandek, biz mush hadisdan biz o'lgilib, har qandaq bir shaytonning, inson jinning shaytonlarining bizni yomonlikqa oldirib ketishdan Allohga sig'inib, har vaqt Alloh bilan panoh so'rab, a'uzu billahi minash shaytonir rojim deb Allohga istaylik qardoshimiz. Alloh bilan Allohning rahmatidan yiroq bo'lib ketgan, qo'g'inib ketgan, Alloh ularga rahmatimdan qo'g'langan, rajim, shayton degan sifatni ularga sifat qilib bergan shundoq shaytondan, inson jinning shaytonlaridan Alloh bilan panoh so'raymanki, mening ismim Mu'min, Muxlis, mening ismim Sodiq, Amin, mening ismim haqiqiy Allohga sodiq bo'lgan, haqiqiy Alloh subhanahu va taoloning abdisi, quli. Men deb o'zimizni Allohga sodiq ekanligimiz bilan isbotlaylik qardoshlarimiz. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan: "Kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam iza dakhala al-khala'a qala Allohumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xaloga kirgan vaqtida aytdiki, o'burniga kirgan vaqtda, "Ey Alloh, haqiqatan men o'zlari bilan panoh so'rayman erkak va kishi shaytonlarning yomonligidan." Yana bir ma'nosi, paskinidan va har turli nijislardan Alloh subhanahu va taolo bilan panoh so'rayman degan deydi. Ham bu hadis bizni shuningga yetaklaydi-ki, hozirgi dunyoda barliq halolarda nijisdan pokinish safosini maydonga keltirishga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni vaqtda sahobalarga yo'l qo'yib, islom har qandaq bir pokizlik safosining ulgisi ekanligini namoyon qilib ketgan. Islomga kirish sabablaridan biz ayni vaqtda o'qiyotgan chet el maktablaridan bir maktabda biz o'qiyotgan maktabga bir angliyalik ayoldan birisi o'qqiga kirgan. Bu ayolning islom aytishiga asosan ayoldirumda bir ayol kishining, musulmon bir ayolningki suv bilan istinjo qilganligi, bir ayolning uburniga suv ilib kirayotganligini ko'rib, busini uburniga nima ishga akirsa degan vaqtda, bu suv orqali men istinjo qilaman degan. Degan vaqtda u ayol xalodan, u mu'min ayol xalodan chiqib bo'lguncha kutib turib, mu'min xinimdan so'raganki, "Seni bu istinjo qilishga nima undaydi? Nima ishga istinjo qilsa, sende bir ya başka bir ish bormi yo bir kasal bormi?" degandek so'ragan. "Mening dinim mana shundaq istinjo qilishga buyurdi" degandikan, agar mana shundaq insonlar uningdan saskinadigan, eng inson qarta nijis bilinadigan, mana shundaq uburlarda insonga eng saqofatni o'g'izadigan din mushu bo'lsa, bu din to'g'ri ekan deb shu vaqtda islom dinini o'rganishni talab qildi. U xinim bu ingliz ayolni shu Angliyadagi islom o'g'itish markazlariga olib bordi. Shu yerda islom dinini o'rganish orqali to'liq o'rganib chiqma deb biz o'qiyotgan maktabga islom din o'rgangili va Qur'onning ta'limotini tushunish uchun, hadisning ta'limotini tushunish uchun arab tili o'rgangili kelgan. Qarindoshlarimiz, demak, mana shu hadis bizni bizning o'burlarimiz, o'ylarimiz, oilalarimizda pok bo'lishni deydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima deb duo qildi? Nijisdan va har qanday nijislarning hammasidan ey Alloh o'zingdan panoh so'rayman deganning ma'nosi, mu'minlar mana shundaq o'burlarini, o'ylarini,
har qandaq bir o'zininki shundaq turayotgan o'rinlarini qanday qilish kerak? Paklash, pokiz tutish mas'uliyati bor deganlikni uqtirdik qardoshlarimiz. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana qo'rqqan, cho'chigan vaqtimizdami Alloh subhanahu va taolo bilan panoh so'rashimiz kerak. Abu Davud, Tirmizi, Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Abdullah ibn Amr mundaq dedi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'z sahobalariga tuvandagi panoh so'rash kalimalarini o'rgatib qo'ygan. A'uzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi va iqabihi va sharri ibadihi va min hamazatish shayatin va an yahdurun. Allah subhanahu va taoloning to'liq ism sifatlari bo'lgan to'liq kalimalar bilan panoh so'rayman. Allah subhanahu va taoloning g'azabi kelishdan, Allah taoloning g'azabiga uchrab qilishdan, Allah subhanahu va taoloning azobiga uchrab qilishdan, Allah subhanahu va taoloning bandalarining yomonligidan, shaytonlarning ozdirishlaridan, shaytonlarning menga kelib olishidan deb mushu duoni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga o'rgatib qo'ygan. Imom Buxoriy Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hasan, Husayn radhiyallohu anhumalarga o'zining muborak ikki navrisiga panoh so'rash kalimasini o'rgatdi. Dedi: Haqiqatan sizlarning otanglar İsmail ve İshak aleyhissalatu vesselam A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli şeytanin ve hammah ve min kulli aynin lammah deb panoh so'raydi. Ey Allah, Allah subhanahu va taoloning o'zlarining to'liq kalimalari bilan panoh so'rayman. Har qandaq shaytonning yomonligidan va zaharlik chaqiradigan har qandaq yilondek chaqiradigan narsaning chaqvilishidan va har qandaq hasadxo'r yomon ko'z tashlaydigan yomon ko'zning yomonligidan deb shundaq duo qiladi. Mushu duoni duo qilinglar deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hasan, Husayn radhiyallohu anhularga mushu duolarni o'rgatib qo'ygan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidga kirgan chaqda Allah subhanahu va taolo bilan shaytonning yomonligidan panoh so'raydi. Abu Davud Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma mundaq degan: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidga kirgan vaqtida A'udhu billahil azim va bi vajhihil karim va sultanihil qadim minash shaytonir rojim dedi. Ey Allah, katta Allah o'zlari bilan panoh so'rayman. O'zining ulug' jamallari bilan panoh so'rayman. O'zining qadim bo'lgan sultan hukmronliklari bilan panoh so'rayman. Allohning nazdidan qo'langan shaytonning yomonligidan. Mushuni bir mu'min desa, maskira chig'ida mushuni bir mu'min desa, shayton payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mushu duoni deb bo'lgandan keyin dediki, qachon mushu duoni bir mu'min o'qisa, shayton shundaq dediki, mendan bu mu'min bugun kunning qog'inida muhofazat qilindi deb shayton shundaq deydi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundaq dedi. Qarindoshlarimiz, Allah subhanahu va taologa Allah bizni buyurgan yaxshi ishlarni qilish, to'sqan ishlardan yenish, Allah subhanahu va taologa haqiqiy chin qalbimizdan shaytonning vasvasasidan yiroq turish bilan sig'inaylik. Ana shundaq Allah subhanahu va taologa haqiqiy ravishda sig'insak, Allah subhanahu va taolo bizni shaytonning, inson va jinningki shaytonlarining har turli vasvasalari, izitqilari, ozdirishlari va har qandaq yomonliklaridan o'zi panohlik berib saqlaydi. Har birimizni Allah subhanahu va taolo yuqoridagi mushu a'uzu billahi minash shaytonir rojimdan iborat Allohning rahmatidan qo'langan shaytonning har qandaq vasvasalaridan
rızıqlardan Allah özü himoya qilish bilan özü panohlik bersin. Hammamizni Allah subhanahu va taolo dunyo va oxirat shaytonning hamrohligida emas, balki o'zining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan birga bu dunyoda Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayoti sunnati bilan oxiratda Muhammad sallallohu alayhi vasallamning o'zi va sahobalari bilan birga yashig'ili billa mangulik jannatda billa bo'g'il nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.